Mana 36 yil bo'libdi. Mana shu tilimizni mustaqil, bu milliy g'ururimiz bu, bizning qadriyatimiz o'zbek tili. Va bu til davlatimizning mustaqilligining ramzi. Men o'ylayman, bu borada hech kim befarq emas. Mana shunday bebaho ma'naviy boyligimiz. Dunyoda 5000 dan ortiq tillar bor ekan. Shulardan 200 tasigina davlat tili maqomiga ega. O'sha 1989-yilda 21-oktyabrda birinchi qonun qabul qilingan. O'sha 150 yillik o'sha davrlardan keyin o'zbek tilini mana shunday bir davlat maqomi, davlat tili haqidagi maqom berilgani to'g'risida. Albatta bu juda katta har birimizga g'urur bag'ishlaydi. Mana shu tilda o'qib, mana shu tilda gaplashib, mana shu tilda muhtaram prezidentimiz eng yuqori minbarlardan o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida bir necha bor mana o'zlari mana nutq so'zlab butun jamoatchilikka yetkazib O'zbekistonning ovozini kelyaptilar. Bu har bir mana yoshlarimiz mana chet ellarda o'qib kelyapti. Muloqotlar, turli siyosiy muloqotlar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasida mana shu tilimiz faol ishlatilyapti. Mana shu borada bebaho boyligimizni asrab avaylash, mana shu tilimizni yoshlarimizga yetkazish, butun dunyoda 50 milliondan ortiq o'zbek tilida gaplashuvchi xalq, o'zbeklar aynan mana shu tilda gaplashib kelyapti. Mana men o'ylayman, bugun shu boraga yana ham katta e'tibor qaratilgan. Yoshlarimiz shu tilda yozyapti, shoirlarimiz yozgan, shu Navoiy bobomizni aytasizmi, boshqa shoirlarimizmi, hammasi aynan mana shu o'zbek tilimizni bugungi kunga yetib kelishi, saqlanishi, avaylanishi, davlat tili maqomida ishlatilishi, barcha yozishmalarimiz, qarorlar, farmonlar, hujjatlar hammasi mana shu tilda bo'lyapti. O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan mana ertaga bo'ladigan bugun ikki og'iz bir fikr, munosabat bildirib, albatta biz bu tilda ardoqlab, mana shu tilimizni, bu buyuk qadriyatimizni yana ham mustahkamlash uchun, bebaho boyligimizni mustahkamlash uchun har bir deputatimiz o'zini Telegram kanallari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham muloqot, ham rasmiy tilimiz sifatida juda keng foydalanishini yana bir bor g'urur bilan aytib o'tmoqchimiz.